Nega ko'pchilikka приглашение kelmaydi, bilasizmi? Ko'pchilik talabalar qayerga hujjat topshirish kerakligini bilmaydi. Sohada shunaqa mashinliklar ko'p, nafaqat o'zimizda, Yevropadagi partnyorlar orasida ham bunaqalar uchrab turadi. 99% holatda vizasi bo'ladi. Приглашение kelsa, o'chirt yo'q, o'chirt olsak viza yo'q, viza olsak ish yo'q. Shunaqa holatlar. Noto'g'ri odamga ishonib qolib, 1 yilingizni behudaga o'tkazib yubormang. Work and Travel o'zi bu nima? Men Jamshid Norqulov, Visa Pro kompaniyasi asoschisiman. Bugun sizlarga Work and Travel'da ipidan ignasigacha hammaga tushunarli tilda barcha sekretlarni ochamiz. Work and Travel bu yozda xorijiy davlatga chiqib, ham sayohat qilish, ham ishlash imkoniyatini beruvchi dastur. Yozgi ta'tilni nafaqat sayohat, balki ish bilan, amaliyot bilan boyitmoqchimisiz? Demak, bu dastur aynan siz uchun. Odatda bu dastur 3 oydan 6 oygacha davom etadi. Sizda yangi do'stlar orttirish, tajriba almashish, networking qilish imkoniyatini beradi. Xo'sh, hammasini hozir bitta davlat misolida ko'rib chiqamiz. Bu davlat Bolgariya, ya'ni Bolgariya Work and Travel dasturi misolida ipidan ignasigacha hujjat topshirgandan to vizani qo'lga olib ishga borib ishlab kelgungacha bo'lgan jarayonni birma-bir ko'rib chiqamiz. Bugungi videoda biz sizlar bilan bu yerdan ishni boshlab to Bolgariyaga yetib olguncha bo'lgan barcha jarayonni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, ular nimalardan iborat? Birinchisi, ishlar haqida ma'lumot olasiz, ishlar haqida ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi, viza jarayoni haqida ko'rib chiqamiz, ya'ni viza jarayoni qanaqa ketadi, umuman olganda vizalash qanday amalga oshiradi, o'sha bo'yicha ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi, vizalash jarayoni haqida ko'rib chiqamiz, umuman olganda vizalash jarayoni qanday ketadi, qanaqa turda vizalar beriladi, umuman olganda viza haqida to'liq ma'lumot beramiz. Uchinchisi, talablarni ko'rib chiqamiz, ya'ni Work and Travel dasturida qatnashish uchun talab qilingan minimum talablar, oylik maoshlari va sharoitlarini ko'rib chiqamiz. Yashash va hayot tarzini, ya'ni umuman olganda yashashda qilingan qulayliklarni ko'rib chiqamiz. Keyingi bosqichda jarayonni, ya'ni hujjatlarni topshirish va qabul qilish jarayonlarini ko'rib chiqamiz. Work and Travel nima? Work and Travel o'zi bu aslida bir dastur, ya'ni talabalarni yozgi ta'til vaqtida chet elga chiqib ham ishlashi, ham sayohat qilishi, ham madaniyat almashishiga imkoniyat beruvchi amaliyot almashinuv dasturi. Bunda kimlar qatnashishi mumkin? Aslida Bolgariya Work and Travel uchun talaba bo'lish shart emas. Ya'ni bu mavsumiy ish. Umuman olganda 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar barchasi qatnashishlari mumkin. Minimum talab rus yoki ingliz tilida suhbat darajasida gaplasha olish kerak. Ish haqida umumiy ma'lumot. Ishlar asosan mavsumiy ishlar xizmat ko'rsatish sohasida, ya'ni Bolgariyada mavsumiy ishlar xizmat ko'rsatish sohasida bo'ladi. Restoran, mehmonxona, otellarda umuman olganda xizmat ko'rsatishda barcha javhalarini qamrab oladi. Xo'p, vizaga topshirganingizdan keyin umuman olganda o'rtacha 7 kundan 14 kungacha bo'lgan muddatda viza chiqadi. Viza chiqqanligini sizga SMS orqali xabar berishadi. Ya'ni VFS Global Center'dan sizga SMS keladi. Vizangiz tayyor, hujjatingizni, ya'ni aniqroq qilib aytadigan bo'lsa, pasportingizni kelib olib ketishingiz mumkin degan. Xo'p, endi talablar haqida gaplashadigan bo'lsak, talablari. Xo'p, Work and Travel 2026 Bolgariya uchun umuman olganda Bolgariya mavsumiy ishlari uchun talablar juda oddiy. Asosan talab 18 yoshdan yuqori bo'lishingiz, sohada ozgincha bo'lsa-da tajribaga ega bo'lishingiz, ingliz yoki rus tilida oz darajada bo'lsa-da gaplasha olishingiz va albatta sizdan mas'uliyatli bo'lishingiz talab qilinadi. Mehmonxonalarda ofitsiantlik, oshpazlik, oshpaz yordamchisi, novvoy, barista, xona tozalovchisi, idish-tovoq yuvuvchi, umuman olganda xizmat ko'rsatishda barcha sohalarida ishlar mavjud. Xo'sh, ish davomiyligi keladigan bo'lsa, ish davomiyligi 3 oydan 6 oygacha davom etadi. Mavsum 6 oyliklar uchun mart oyida, 3 oyliklar uchun iyun oyida boshlanadi. Sharoitlarga keladigan bo'lsak, xo'p, yashash sharoitlari. Yashash, 3 mahal ovqat va tibbiy sug'urta ish beruvchi tomonidan tekin taqdim etiladi. Keyingi qadam viza jarayoni. Ya'ni vizalash jarayoni haqida sizlarga tushuncha berib o'tib ketaman. Viza turiga keladigan bo'lsak, C turdagi Schengen vizasi taqdim etiladi. 3 oylik C turdagi Schengen vizasi beriladi. Bu viza bilan siz Schengen davlatlarida bemalol sayohat qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Hujjatlar ro'yxatiga keladigan bo'lsak, talablar juda oddiy: 3x4 rasm, full body rasm, Zagram pasport, o'zi haqida rezume, ya'ni obyektivga CV to'ldirish kerak bo'ladi. Viza jarayoni oddiy jarayonda davom etadi. Vizaga topshiriladi, hujjatlar ro'yxati beriladi, hujjatlar topshiriladi, suhbat o'tiladi, kutish muddati.
Viza navbatini olishingiz uchun VFS Global Centerning sayti orqali ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatdan o'tib olishda sizga emailingiz kerak bo'ladi. Ya'ni emailingiz orqali ro'yxatdan o'tasiz va agarda ochiq bo'sh joy bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyga ma'lumotlaringizni kiritib, o'z joyingizni band qilishingiz mumkin. Band qilganingizdan so'ng sizni emailingizga, elektron pochtangizga xat sifatida band qilgan sanangizga appointment letter keladi, ya'ni uchrashuv xati keladi. Umuman olganda vizaga o'chirt olish jarayoni shundan iborat edi, ya'ni vizaga navbat olish jarayoni shundan iborat edi. Navbatingiz kelgan kuni barcha kerakli hujjatlar bilan vizaga topshirasiz. U yerda shaxsingizni tasdiqlaysiz, hamma hujjatlaringizni berasiz va 14 ish kuni ichida sizga topshirgan hujjatlaringiz ko'rib chiqib, sizga elchixona tomonidan javob beriladi. Bolgariya mavsumiy ishi bo'yicha Bolgariya hukumati tomonidan qo'yilgan talab shundan iboratki, Bolgariyada ish beruvchi chet el fuqarosini mavsumiy ishga chaqiradigan bo'lsa, borish-kelish aviabileti va sug'urtasini qoplab berish kerak bo'ladi. Bu Bolgariya qonunchiligida bor. O'shaning uchun sizni O'zbekistondan Bolgariyaga yetib olishingiz va ish tugagandan keyin Bolgariyadan O'zbekistonga qaytib kelish biletlaringiz qoplab beriladi. Ya'ni Bolgariya ish beruvchingiz tomonidan olib beriladi. Uchib ketish Toshkentdan Turkiyaga bo'ladi, Turkiyadan Bolgariyaga avtobus orqali o'tiladi. Umuman olganda borish jarayoni shundan iborat bo'ladi. Xo'sh, endi viza va viza jarayoni haqida gaplashamiz. Viza Work and Travel Bolgariya 2026 uchun Schengen S turdagi viza beriladi. Ya'ni sizga 90 kunlik S viza beriladi. Bu viza nimalarga qodir degan savol beradigan bo'lsangiz, bu viza bilan siz Schengen zonasidagi 29 ta davlatda bemalol sayohat qilish imkoniyatini beradi. Xo'sh, endi hujjatlar topshirish jarayoni va hujjatlash jarayoni haqida gaplashamiz. Viza uchun hujjatlar VFS Global Centerga topshiriladi. VFS Global Centerga viza uchun hujjat topshirish uchun albatta navbat olishingiz kerak. Navbat olish jarayoni onlayn tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni VFS Global Center Toshkentdagi filialini sayti orqali Bolgariya Work and Travel, ya'ni Seasonal Work mavsumiy ishlar uchun bo'lgan bo'limidan siz bemalol o'z navbatingizni joyingizda bron qilsangiz bo'ladi. Xo'sh, kerakli hujjatlar. Ish beruvchi tomonidan yuborilgan приглашение, трудовой договор, 3-4 rasm, application, ya'ni viza applicationi, viza uchun to'ldiriladigan forma, viza formasi deylik. Viza formasi, qizil pasportingizda originali, ya'ni zagran chetga chiqish pasportingizni originali bitta kopiyasi, yashil pasportingizda bitta kopiyasi topshiriladi. Xo'sh, endi videomizning asosiy qismiga yetib keldik. Ya'ni umumiy ma'lumotlarni berdik. Endi sizga haqiqatda ish qanaqa ketishi haqida to'liqroq vaqtiga qarab, vaqtlari bilan sizga aytib o'taman. Birinchisi, ro'yxatdan o'tish, ya'ni ish beruvchi topish. Eng muhim jarayon bu ish beruvchi topish. Ish beruvchi topilgandan keyin ish beruvchini sayti yoki to'g'ridan-to'g'ri o'ziga bog'lanib, ish joyingizni band qilishingiz kerak bo'ladi. Yoki agentliklar orqali bog'lansa ham bo'ladi. Birinchisi, ro'yxatdan o'tish. Sizdan talab qilinadi zagran pasportingiz, 3-4 rasmingiz, bo'y full body rasmingiz, ya'ni umumiy ko'rinishdagi rasmingiz va anketa to'ldirib berishingiz talab qilinadi. O'zingiz haqingizda CV ma'lumot qilib, barcha ma'lumotlaringiz, tug'ilgan yilingiz, ismi familiyangiz, yashash manzilingiz, opit rabotangiz, ya'ni ish tajribangiz barchasi, hatto bo'y, vaznlargacha kiritilib o'tiladi. Xo'p, undan keyingi jarayon arizani topshirish. Tayyor bo'lgan arizani ish beruvchiga topshiriladi. Ish beruvchilar har xil qabul qiladi. Hamma ish beruvchida har xil talablar bor. Qaysidir ish beruvchi umuman olganda ingliz tili bo'yicha juda kuchli talab qiladi, rus tilini juda kuchli talab qiladi, juda ko'pchiliklari minimum darajada talab qiladi va ko'pchiligi suhbat asosida qabul qiladi, ba'zilari esa faqat anketa asosida, ya'ni sizda to'ldirgan rezyumingiz, CVingiz asosida qabul qiladi. Ikkala holatda ham CVingiz bu sizning yuzingiz hisoblanadi. O'shaning uchun CVdagi barcha ma'lumotlar to'g'ri va aniq bo'lishi talab qilinadi. Tayyor bo'lgan hujjatlar elektron pochta orqali yoki agentlik orqali ish beruvchiga yetkazib beriladi. Ish beruvchi bilan sizni o'rtangizda suhbat yoki CV almashinuv jarayonidan keyin sizni ishga qabul qilish jarayoni bo'ladi. Ya'ni sizni ishga qabul qiladigan bo'lsa, ish shartnomasi, mehnat shartnomasi, ya'ni трудовой договор keladi. Siz трудовой договор, ko'cha tilida трудовой договор deydi, yana job offer deymiz. Undagi ma'lumotlarga qarab, sizda u yerda qancha oylikda, qanaqa grafikda, qaysi joyda, qaysi lavozimda ishlashingiz barchasi kiritilgan bo'ladi. Uni qo'l qo'yib qaytarib yuborib berasiz
Bunga asoslanib Bolgariyadagi ish beruvchingiz hujjatlarni barchasini Bolgariya migratsiyasiga topshiradi va migratsiyada 14 ish kuni ichida javob beriladi. Ya'ni одобрение deymiz buni, deklaratsiya. Ya'ni migratsiya deklaratsiyasi chiqadi, ya'ni ruxsatnoma chiqadi. Xo'sh, sizga migratsiya deklaratsiyasi chiqqandan keyingina elchixonaga o'chirt olsak bo'ladi. Ya'ni elchixona WFS Global Center orqali hujjatlaringizni qabul qiladi. Oylik maoshlar va ish sharoitlari haqida gaplashadigan bo'lsak, xo'p, oylik maoshlar o'rtacha 600 yevro atrofida tashkil qiladi. Bolgariya sezonli ishlarida, ya'ni mavsumiy ishlarning barchasida, xizmat ko'rsatish sohalarida, ayniqsa, xohlang mehmonxona bo'lsin, xohlang restoran bo'lsin, o'rtacha oylik 600 yevro atrofida tashkil qiladi. Xo'p, qo'shimcha oylik olish mumkin. Qo'shimcha ishlagan kuningizga, dam olish kunlariga qo'shimcha oylik olishingiz mumkin, bayramlarda qo'shimcha oylik olishingiz mumkin va albatta CV'lar olish mumkin. Ish grafigi 5 ga 2, ya'ni 5 kun ish, 2 kun dam, kuniga 8 soatdan 10 soatgacha. Bu ish beruvchining talabiga qarab belgilanadi. Yashash joylari va sharoitlar haqida gaplashadigan bo'lsak, yashash joylari umumiy yotoqxonalarda bo'ladi. Sizga 3 mahal ovqat beriladi, yashash uchun joy beriladi va bu albatta tekin. Undan tashqari transport xarajati ham qoplab beriladi. Agarda sizni yashash joyingiz bilan ish joyingiz o'rtasida masofa bo'ladigan bo'lsa, sizga jamoat transporti uchun abonement, ya'ni proznoi qilib berishadi. Endi sizlar bilan Work and Travel dasturida Visa Pro kompaniyasi nimalar taqdim qilayotganligi haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda bizda umuman olganda Visa Pro kompaniyasini Yevropa Work and Travel Bolgariya dasturi uchun 4 ta ish beruvchi tashkilot bilan shartnomamiz bor. Bular Interabment, Asa Global, UBS, Nomad Partners. Mana shu 4 ta katta Bolgariya kompaniyasi bilan bizning hozirgi kunda shartnomamiz bor va bularda hozirgi shu kecha kunduzda 2000 dan ortiq bo'sh ish joylari mavjud. Xo'sh, Work and Travel dasturidan ko'zlangan asosiy maqsad nima? Work and Travel dasturidan ko'zlangan asosiy maqsad bu ish emas, bu tajriba. Sizga Work and Travel dasturi asosan tajriba ulashadi. Siz Yevropa tajribasini ko'rishingiz, Yevropa hayoti bilan tanishishingiz va Yevropa iqtisodini umuman olganda o'rganish imkoniyati bo'ladi. Yevropaning barcha mamlakatlariga sayohat qilish imkoniyati ham beriladi. Sizda ham ishlash, ham sayohat qilish, ham madaniyat almashishni umuman olganda networking uchun juda katta imkoniyat. Va eng asosiy narsa, sizda viza tarixi bo'ladi. Siz universitetda tamomlaganingizdan keyin Yevropa yoki boshqa davlatlarga, umuman olganda dunyoning rivojlangan chet mamlakatlariga magistraturaga hujjat topshirganingizda viza olishingizga plus bo'ladi. Chunki siz bundan oldingi Work and Travel dasturida muvaffaqiyatli dasturni buzmasdan amalga oshirgansiz. Demak, sizga ishonch beriladi 2 yil muddatda magistratura dasturini ham buzmasligingizga. Endigi jarayon ishga joylashish. Sizni u yoqda ish beruvchini o'zi kutib oladi, ishga joylashtiradi va ish bilan tanishtiradi va bir hafta davomida ish o'rgatish amaliyoti amalga oshiriladi. Ya'ni sizga ishlar bosqichma-bosqich, qadamma-qadam barchasi o'rgatiladi. Sizdan talab qilinadigan eng asosiy narsa ishingizga mas'uliyatli bo'lish. Nega aynan Bolgariya? Bolgariya o'zbeklar uchun hozirgi kunda vizada deyarli atkaz bermayapti. Ya'ni mavsumiy ish vizasida hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, siz kirsangiz, umuman olganda atkaz holati shu paytgacha kamdan kam uchrab turibdi. Bu degani sizda 90% dan yuqori holatda viza olish ehtimolingiz bor degani. Yana Bolgariyaning plus tomonlaridan bittasi aviabilet ish beruvchi tomonidan, yotoq joy ish beruvchi tomonidan, sug'urta ish beruvchi tomonidan va 3 mahal ovqat ish beruvchi tomonidan. Bu sizga u yoqdagi risklarni kamaytiradi. Ya'ni boshqa davlatga ko'chib o'tganingizda mavjud bo'ladigan, keladigan risklarni kamaytiradi. Siz umuman olganda yangi davlatga borganingizda ko'chada qolib ketish, ishsiz qolish, pulsiz qolish, unaqa risklar bo'lmaydi. Bolgariya Yevropada joylashgan, ham ishlari oson, kurortli zona, Qora dengiz bo'yidagi mehmonxonalar, hammasi plyajli mehmonxonalarda xizmat ko'rsatish sohasida ishlaysiz. Bolgariya tajribasini o'rganasiz, bu bilan qo'shimchalikda Yevropa tajribasini o'rganasiz hamda Yevropa bo'ylab sayohat qilish imkoniyatingiz bo'ladi. Yevropa muhiti, Yevropa tajribasi sizni Bolgariyada kutib turibdi. Undan tashqari Bolgariyaga o'zimizda qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Ozarbayjon va Turkiyadan juda ko'p talaba yoshlar boradi. Sizda xalqaro talabalar bilan networking qilish imkoniyati ham mavjud.
Sizga приглашение keldi. Endigi qadam nimadan iborat? Endigi qadam sizga приглашение kelgandan keyin elchixonaga o'chirib olish. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Bufes Global Centerga navbat olish bo'ladi. Navbat olish jarayoni onlayn tarzda davom etadi. Har oyning birinchi sanasida yoki har haftaning dushanba kunida Bufes Global Center ochiq joylarni taqdim qiladi. O'zini onlayn platformasida, ya'ni veb sayti orqali ochiq bo'sh joylarni taqdim qiladi. Siz ochiq joyni tanlaysiz va qizil pasportdagi ma'lumotlaringiz bilan email kerak bo'ladi. Email bilan ro'yxatdan o'tib, o'z joyingizni band qilasiz. Bu sezonli ish bo'lganligi uchun aynan talaba bo'lish shart emas. Yosh talabi ish beruvchi tomonidan qo'yilgan minimum suhbat talabini bajara olsangiz bo'ldi. Umuman olganda sizga hech qanaqa to'siq yo'q. Ya'ni aynan talaba bo'lishingiz yoki davlat universitetida yoki xususiy universitetda yoki xalqaro universitetda degan bunaqa talab yo'q. Umuman olganda yosh talaba bor. 18 yoshdan yuqori bo'lishingiz, sog'lom bo'lishingiz va albatta ozgina bo'lsa-da tajribangiz va mas'uliyatli bo'lishingiz talab qilinadi xolos. Hujjatlar topshirish va tekin konsultatsiya olish uchun mana shu nomerga bog'lanishlaringiz mumkin. Videoni tagida opisaniyada ariza qoldirish uchun sizlarga link berib ketamiz.